Voy, hafta bo'cha bor ekan-ku, barakasini bersa. Voy, uyegasi bo'lsa kerak menimcha. Aka, siz menimcha men noto'g'ri tushunyapsiz. Po'cha olyotdi, po'chani. Shohib o'rtoq, tanimadingmi? Ahmad, o'rtoq, o'zingmiz, ha? Yaxshimisan? Nega unaqa tortinib ko'rishyapsan? Kiyimimda qo'yg'ida kelyotdi. Sani kiyimingga qilib o'tirib qolmasin deyotdi. Nima deganing bu? Bu yoqqa kel. O'zing nima ishlar qilib yuribsan? Men shu har doimgidek qo'ylarim ujiniga po'cha terib yurdim. Ketdi bo'lmasam. Qayerga? Qo'ylarni ujiniga po'cha tergani. Voy, hazillashma o'rtoq. Qora jo'yn turadi. 770 nomerlarda qo'ylarimga po'cha teramiz. Voy, bugun banket bo'lagani qo'ylarimga. Aytganchi, po'chalaringni bagajga solma. Xo'p o'rtoq. Rostdan mashinaning bagajiga po'chalarimni ortib o'raymi? Bitta temir ekan bu. Oqibatdan ustunmi? Ort bo'laqa ketdi. O, mana po'cha. Hal o'rtoq. Men olaman. Yo'q, o'zim olaman. Odamni hijolatga qo'yyapsan-da, sho'ti tashlab ketsang o'zim yetib o'rardim. Nimaga hijolat bo'lasan o'rtoq? O'zim tashlab qo'yaman. Bahonada qo'ylaringni ham ko'rib kelaman. Kechqurun qo'ylarimga po'cha terib kelaman. Po'chalarni tayinlab sekin kechqurun ushingga desertni tayinlab beraman-da. Qo'ylarimga po'cha olib kelib, to'kaman oldiga yeyishini qaragin. Shu ovoziga maza qilaman-da. Bah. Nega? Mana bularni qara. Xudo xolasa shu qo'ylarni tezroq katta bo'lsa, shularni sotib uylanmoqchiman. Niyatli katta hali. Xudo xolasa hali buqala olaman. Ishlarim ko'p, jigar. O'rtoq, O jigar, hali ham o'zgarmabsan. O'sha samimiy, soddaligingcha qolsa. yoshingdan billa katta bo'lgan og'aylarimiz 3-4 so'm pul topib o'zgarib ketdi. Ko'chada meni ko'rsa, po'chachani mensiga o'tib ketadi. Lekin sen umuman o'zgarmabsan do'stim. Ko'chadagi boy akalar bor, o'shalarni bir og'iz suhbatligini olib ko'rgin. Ular ham yoshligida qo'y boqib, mol boqib, po'cha terib, qatuv sot ko'tarilgan akalar. Men javob, yigit kishini omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Erkak kishi bir kun tuyada bo'lsa, bir kun piyadada do'stim. U yog'ini hammasini endi vaqt ko'rsatdi. Bu qo'y, mol boqib, qatuv sot katta bo'lgan bolalar, hali hech qaysi kam bo'lmagan, Ko'rasan qani, xudo xolsa, mana niyatim yetaman. Jigar, ko'rasan, quruq gaplar, quruq hammasi. Qoravoy, sen tezroq katta bo'lgan hopmi? Hali meni kelajakda orzu-havaslarim juda ham ko'p. Menga qarang, azmani yaqin og'aynim bo'lsa, qanaqa qilib bu ishini menga qiladi? Shommi shu o'rtoqlaringizga dudimi? Gapim to'g'ri chiqdimi? Mana endi ahvolingizni qarang. O'zimni muammoyim o'zimga yetarli. Saniki ortiqcha hozir. Bo'ldi qil deysiz. Yo'q, endi bo'ldi qilmayman. Hey! Erkak kishi uyidan halovat qidiradi. Lekin biznikida halovat yo'q. G'urbat. Kelibot, qoravoy. O'rtoq yaxshimisan? O, o'rtoq, Nima qilyapting? qo'ylarimga qarab o'tirdim. Bo'ldi, hozir boraman. Keluvdim o'rtoq. Hozir chiqaman. Yaxshi bo'lsa, charchaversa yaxshi kelding. Nima og'ir bo'lib po'cha ko'tarib yuribsan? Odamlar eshigini tagiga ilib qo'ygan ekan. Qo'ylaringga berasan deb olib keldim-da. Po'chalarni olib kirib tur. Men ketingdan hozir bo'pti. Yana bir kelaman.
boy bolalarni o'zi ikkita o'rtog'i bo'ladi. Bittasi boy bo'lsa, bittasi soatni kambag'al bo'ladi. O'sha kambag'al menman-da. Nimadir sabab bo'lib, menga pul taraflama yordaming kerak bo'lib qolsa, menga qanaqa qilib yordam bera olasan? Senda pul yo'q-ku. To'g'ri jigar. Oyoqqa orttirib qo'ygan pulim yo'qdi. Lekin seni boshingga ish tushib, qanaqadir pul kerak bo'ladigan bo'lib qolsa, 8 ta qo'yni bozorga olib chiqib, ko'targaniga sotib senga pulni berishga tayyorman. Jigar, oshna og'aynichilik oqibat pul bilan o'lchanmaydi. Bo'pti jigar, rahmat. Aytgancha pitssani mazza qilib yedim. Yaxshi ko'rishaylik. Yaxshi dam ol og'ayni. Bo'pti. Xo'p. Jigar, 10 ta soxta do'st-a. Bir dona bo'lsa ham kambag'al, soddasi yaxshi. Oddiylikda halovat bor lekin.